Onajon ko'p bo'lmoqchi, baqirib olyapti onajon. Nima qilay? Qizim olib ketaman hozir. Yashamaydi siz bilan. Yashamaydi bunaqa lallagan bola bilan. Yashamaydi. Yo'q, qarang, siz oldida bo'lishingiz kerak. Ayolingiz, birinchi turmushingiz, farzandingiz sog'-sog'lom tug'ildi. Siz yonida bo'lishingiz kerak. Onajon, men yonida edim. Onajonlar, men maydalashmang. Tez oldimga keling. Tez oldimga keling. Eshitmayman sizni. Hop. Davleniya. Kuyovingizmi opa? O'g'lim. Ha, o'g'lingizmi? Kuyovim o'g'il bo'ladi-da. Albatta. Qaynonamga rahmat aytaman. Boringizga shukr, mustaqasi bo'lganiga shukr deyman. Yuragimiz yulib sizlarga beramiz u qizimizni qadriga yetmasdan arzon raddomga o'tkazib qo'yasizlar. Hozir qimmat raddomlar hit bo'lyapti. Ana bo'lsa, qaysi tomonga o'ngami chapga? O'ngga yurasiz. Avvalgi zamonda g'o'zaning ichida ham tug'ishgan ekan. To'g'ri. Lekin hozirgi kunda Andijon rivojlanyapti Ha, bilsangiz. to'g'ri, albatta. 3 kungina yonida bo'lib turing qizim oldida. Ishlarimni yig'ishtirib o'zim kelaman. Shu issiqda nimadir bo'lmasin. Oldimga tushing. Bu sizga oz bo'lsa ham. Nevaram uchun. Nevaram uchun mensimayapsizmi meni? Bo'pti, nevaramga ko'rib chiqamiz. Abdurasulov Sultonbek, holati yaxshimi? Qorinlari yaxshimi? Onasi uxlayaptimi?